yurganlar, oltin saroy qurganlar, ne beray deb turganlar, bolaga kitob bering. Bola oq qush, oq kabutar, dunyolardan bexabar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keling, marhamat. Sizlarda o'lkamiz ijodkorlarining kitoblaridan bormi? Ha, albatta bizning kutubxonamizda o'lkamiz ijodkorlarining kitoblari bo'lmasligi mumkin emas. Bizda Anvar Javlonov, Omonkeldi Norbek, Ilyos Xudoyberdiyev va Abduvali Mamatovlarning kitoblari bor. Sizga qaysi turdagi kitoblar kerak? Menga she'riy to'plamdagi kitoblar kerak. Unda sizga o'lkamiz serqirra ijodkori Abduvali Mamatovning she'riy kitoblarini tavsiya etaman. Umr o'tkinchi emas, bezovta baytlar, kech kelgan bahor nomli kitoblarida vatanga muhabbat, ota-onaga hurmat, oilaga sadoqat, tabiat tasvirlari-yu tuyg'ular mujassam bo'lgan she'rlari sizni befarq qoldirmasa kerak. Masalan, birgina Umr o'tkinchi emas kitobini olsak, ba'zan xalqimiz orasida dunyo o'tkinchi, umr o'tkinchi degan jumlalarni eshitib qolamiz. Rostdan ham shundaymikan? Bu jumlalar albatta ramziy ma'noda aytilgan bo'lishi kerak. Har bir insonning o'z hayot yo'li, o'z dunyosi bo'ladi. Bu yo'l uning peshonasiga yozilgan azaliy taqdir. Uni hech kim o'zgartira olmaydi. Shunday ekan, sizning umringiz o'tkinchi emas. Hayotda o'z ibratli yo'lingizni qoldirsangiz va bundan afsus qilmaysiz. Qolaversa, solih farzandlar, munosib shogirdlar qilgan xayrli ishlaringiz umringiz o'tkinchi emasligini ko'rganday bo'lasiz. Bolaga kitob bering, xazinai jahon u. Unda menga umr o'tkinchi emas kitobingizni mutolaa qilish uchun bersangiz. Ha, albatta, bu kitoblar sizlar uchun. Bolaga kitob bering, Buxoriy sarvarim u, Termiziy anvarim u, Mahmud Zamaxshari u. Bolaga kitob bering, xazinai jahon u, kichik Abu Rayhon u, sizga qarab hayron u. Bolaga kitob bering.